To'rtinchi savol. Diqqat debdi. Berilgan javoblardan 3tasi to'g'ri debdi. Mana bu javoblarni harflardan 3ta harf to'g'ri harf ekan. Va savol. Quyidagi atom va ionlar orasidan izoelektron zarrachalarni toping debdi. Izoelektron degani elektronlar soni teng bo'lgan zarrachalarni toping degan. Ya'ni hammasini zarrachalarni kation, anionlar va neytral atomlar berilibdi. Elektronlar sonini topib chiqamiz. Xlorning elektronlar soni nechta? O'zi elementlarda, ya'ni atomlarda elektronlar soni tartib raqamiga teng, element tartib raqamiga teng. Xlorda 17 ta elektron bor, plus 3 degani 3 tasini berib yuborsa, necha qoladi? 14 ta elektron qoladi. Kislorodning elektronlari o'zi 8 ta, 2 minus degani 2 ta elektron qo'shib ol degan. Manfiy ion bo'lsa elektron olgan bo'ladi. Nechta manfiy zaryad bo'lsa shuncha olgan. Musbat ionda elektron bergan bo'ladi. Nechta musbat bo'lsa shuncha elektron beradi. Shunda kislorodning elektroni 8 ta, 2 ta qo'shib olsa 10 ta elektron bo'lib qolgan. Natriyning elektroni 10 bitta plus 1 degani bir raqam yozilmaydi odatda. Plus degani bitta berib yuborgan degan. 10 bitta elektrondan bitta berib olsa 10 ta elektron qolgan bo'ladi natriyda. Kremiyning elektronlari 14 ta elektron bo'ladi. 0 degani elektron olmagan va bermagan holat, ya'ni neytral atom. Argonning elektronlari 18 ta elektron bo'ladi, tartib raqam 18 bo'lgani uchun. Oltingutning elektronlari aslida 16 ta, tartib raqami 16, plus 2 ikkitasini berib yuborsa qoladi. Xo'sh, 14 ta elektron qoladi. Endi shular orasida elektroni teng bo'lganlari, ya'ni izoelektronlari qaysilar debdi. Demak 14 taliklar teng ekan. Mana shularni elektronlari teng. Demak javob A, D va F lar to'g'ri javob bo'lar ekan. Javobga A, D, F deb javob yozsa to'g'ri bo'ladi. 3tasi ortiqcha degani B, S va E javoblar ortiqcha javoblar hisoblanadi.